Hurmatli ota-onalar, bu videoni farzandingizga ko'rsatmang. Agarda ular haqiqiy sinovga tayyor bo'lmasa. Tasavvur qiling, bu oddiy test emas. Bu o'zini sinab ko'rish imkoniyati. Bu yerda baholar qo'yilmaydi. Hech qanday bosim yo'q. Faqatgina bitta imkoniyat. Farzandingiz qanday fikrlashi va muammolarni qanday hal qilishini bilish uchun. Biz 4, 5, 6 va 7 sinf o'quvchilarini o'ziga xos challenge-ga taklif qilamiz. Ingliz tili, mantiqiy fikrlash va Kanada ta'lim tizimi uslubidagi topshiriqlar. Biz mukammal javoblarni emas, qiziquvchan, o'rganishga chanqoq bo'lgan bolalarni izlayapmiz. Agar sizning farzandingiz yangi sinovlarni yaxshi ko'rsa, sizni 1-avgust kuni soat 10:00 dan 14:00 gacha Canadian School of Tashkentga taklif qilamiz. Hoziroq ro'yxatdan o'ting.